Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan 7-darsimizni boshlaymiz. Bugungi grammatik mavzuyimiz have got va has got haqida bo'ladi. Bugun sizlar bilan qisqacha shu mavzu haqida gaplashib, birgalikda o'rganib olamiz. Demak, boshladik. Have got va has gotning ma'nosi ega bo'lmoq, bor degan ma'nolarni bildiradi. Misol uchun, I have got a book. Menda kitob bor yoki she has got a cat. Unda mushuk bor degan ma'nolarda gaplarni ishlatamiz. Xuddi shu shakllardan foydalanib turib bizlar darak, inkor, so'roq gaplardan tuzishni boshlaymiz hozir sizlar bilan. Har doim menda bor, senda bor, unda bor degan gaplarni tuzmoqchi bo'lsangiz, have got, has got mavzusiga kelishingiz mumkin. Demak, endi mana bu qoidani bitta diqqat qilib o'qiymiz, chunki bizga juda kerak bo'ladi. Faqat have got, has got mavzusi kelsa, faqat shu mavzu kelsa, ya'ni have va hasni o'zi emas, have got, has got mavzusi kelsa, gapimizda so'roq yoki inkor gaplarini bermoqchimiz, yoki savol yoki negativ gap tuzib bermoqchimiz. Mana shu yoqda bizga yordamchi fe'l kerak bo'ladi. O'sha yordamchi fe'limiz have got, has got mavzusi bo'lganligi uchun have va hasni o'zi bo'ladi va buni bizlar yordamchi fe'l vazifasida mana shu mavzuyimizda ishlatamiz. Demak, qachon have got, qachon has got ishlatishni birinchi ko'ramiz, keyin esa gap tuzishni 3 xil shaklidan boshlab o'rganib chiqamiz. Demak, boshladik. Have got qachon ishlatiladi? Biz have gotni I, you, we, they va yana bittasi bor. Qachonki biz ikkita ism aytsak, misol uchun Anna and Bob. Anna va Bob desak, biz ikkita ism ishlatsak gapimizda, unda ham have got mavzusi bo'ladi. Ya'ni bu bizga hayotimizda juda ko'p kerak, shu narsalarga ishlatishimiz uchun. Katta, ana endi has got qachon ishlatiladi? Has got uchinchi shaxs birlik bo'lsa ishlatadi. Ya'ni u degan ma'noni beradigan ingliz tilidagi so'zlarimizda he, she, it yoki misol uchun a dog demoqchi bo'lsangiz ham have got, has got ishlatasiz yoki biror bir ism kelsa, misol uchun Muslima degan ism kelsa ham bunga ham has got deya ishlatib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, agar ism kelsa va u ism bir dona bo'lsa, bor demoqchi ma'nosida ishlatmoqchi bo'lsangiz agar, bemalol shu ismdan so'ng, bir dona bo'lgan ismdan so'ng ishlatib ketaverasiz has gotni. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, darak gapimizni ko'rib olamiz. Darak gapimizda bizlar endi qanaqa qilib gaplarni tuzishni ko'rib chiqamiz. Darak gapda egadan foydalanasiz. Ya'ni bu yoqda egamiz bo'ladi gapni boshida, undan so'ng esa o'rgangan have got va has got so'zimizni qo'yamiz. Undan esa keyin esa ot so'z turkumiga mos bo'lgan so'zlarni, ya'ni ot so'z turkumiga kim, nima, qayer so'roqlari javob bo'ladi, o'shanaqa so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlarni qo'yib beramiz. Misol uchun ruchka, daftar, aka, uka, opa, singil degan so'zlarni qo'yib bersangiz bo'ladi. Misol uchun, katta egaga nisbatan men birinchi navbatda o'zimdan boshlayman. I have got a book. Manda bitta kitob bor deb aytdim. Mana shu yoqdagi bookimiz bu yoqdagi formulamizdagi otga to'g'ri kelyapti va biz bemalol gapimizda hozir tahlil qilishni boshlasak bo'ladi. Bu yoqdagi I gapimizdagi ega, have got esa formulamizda kelishi kerak bo'lgan so'zlar, ya'ni bor degan ma'no bildiruvchi so'z va undan so'ng esa mana bu ot, ya'ni narsa, buyum keldi. Mana shu yoqda a book deya tarjima qilib ishlasangiz bo'ladi. Gaplarni bemalol tuzsangiz ham bo'ladi. Demak, gapimizda mana bunga qaraydigan bo'lsak, I, you, we, they, Anna and Bob kabi ikkita ism, uchta ismlar kelsa, bemalol have gotdan foydalanar ekanmiz. Ana endi has gotni ko'ramiz. Has gotda mana shular edi. Keling, gapni tuzishda mana shulardan foydalanamiz. Misol uchun he has got. Yana bir qaraymiz. He ga kelganligi uchun biz mana bu yoqdagi has gotdan foydalangan edik. Endi gapimizda ham xuddi shunaqa shaklda ketadi. He has got a book. Unda bitta kitob bor deya tarjima qilib gapingizni tuzib bersangiz bo'ladi, muammo qolmaydi. Xo'p, ketdi. Endi mana shunaqa qilib gaplarni davom ettirasiz. O'zingiz ham tuzsangiz bo'ladi, bemalol foydalanib ketsangiz bo'ladi.
Inkor gapiga o'tamiz. Inkor gapimizda yana o'sha so'zlardan foydalanamiz. Faqat bu yoqda have not, has gotlarni o'rtasiga mana shu not so'zini qo'shib chiqamiz. Bu narsa gapimizda negativ, ya'ni inkor shaklida yozishimizga yordam beradi. Yana o'sha bizda egalarimiz keladi gapni boshida, egalarga keladi. Egalardan so'ng esa have, hasni olasiz. Misol she bo'lsa has, he bo'lsa has, men, sen, u, men, sen, bizlar, sizlar bo'lsa agar have so'zini olib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, undan keyin esa not qo'shimchasini qo'shib got yoki ot yoki narsalarni qo'yib gaplarni tuzsangiz bo'ladi. Boshladik. Yana o'sha men emas, bu yoqda bizda deymiz. We have got. Bizlarda bitta nima bor deymiz? Bizlarda mashinalar bor deylik. We have got cars. Xohlasangiz we have got a car, xohlasangiz we have got cars. Bu umuman farq qilmaydi. Faqat menda bor, senda bor, esdan chiqmasin. Demak, bu darak shaklda bo'ldi. Darak gapini tuzib olganimizdan so'ng, mana shu have got va has gotni o'rtasida not qo'shimchasini qo'shib bersak, so'zini qo'shib bersak, qo'shimcha emas, so'zini qo'shib bersak, gapimizni shakli inkor shaklida bo'ladi. Ya'ni inkor gap tuzgan bo'lasiz. Bu gapimiz ana endi bizda mashina yo'q deya tarjima qiladi. Bizda mashina yo'q deya tarjima qilib gapni tuzsangiz bo'ladi. Yoki Annada ruchka yo'q deymiz. Anna has not got a phone deya gapni tuzsangiz bo'ladi. Bemalol gapingiz xato bo'lmaydi. Hayotda ham foydalansangiz bo'ladi. Ayniqsa rasm tasvirlayotgan paytingizcha odamlarda har xil narsalar bo'ladi, shlyapa bo'ladi, qo'lida sumka bo'ladi. Siz bemalol xuddi shu narsadan foydalanib turib, shu mavzulardan foydalanib turib, ayniqsa darak shaklidan foydalanib turib, bemalol gapirib bersangiz bo'ladi. Darak gapi shu, yana bir ko'zdan kechirib o'rganib olasiz. Inkor gapi xuddi shu edi. Ana endi sizda bormi, unda bormi deya savol gaplarini tuzishni birgalikda ko'ramiz. Savol gaplarimizda yordamchi fe'llar yordamga keladi va yordamchi fe'llar asosan egadan oldinga chiqadi savol gaplarimizda. Hozir men sizga bitta darak gap yozib beraman va u darak gapni keyin esa birgalikda savol shakliga o'zgartirib yozamiz. Xo'p, boshladik. Misol uchun men yozmoqchiman darak gapda. Xo'sh, Annada ruchka bor deymiz, mayli. Anna has got a pen. Annada ruchka bor. Xo'p, Annada ruchka bor deb darak gapda yozib olganingizdan so'ng shu yoqdagi yordamchi fe'lni belgilaymiz, has. To'g'rimi? E'tibor qilasiz ana endi. Yordamchi fe'lni belgilaganimdan so'ng formulaga qaytaman. So'roq shaklini formulasi have, has, ega, got, ya'ni narsa. Keyin esa so'roq belgisini qo'yib berishimiz kerak. Shu gapdan, darak shaklidagi gapdan men yordamchi fe'lni o'zini olaman. Yordamchi fe'lini o'zini olamanda bu yoqqa yozaman. Has, ana endi gapimda nima qolgan bo'lsa, yordamchi fe'ldan tashqari hammasini o'zini yozib chiqaman. Has Anna got a pen deya men gapimni tuzaman. Bemalol mana shunaqa uslubdan foydalanib savol shaklini tuzib, do'stlaringizdan, uydagilaringizdan savol shakllarida gaplarni so'rab bemalol inglizcha gapirsangiz bo'ladi. Bu ham ingliz tilida gapirishingiz uchun ancha yordam beradigan mavzulardan bittasi. Ya'ni asosiy mavzulardan bittasi desam adashmagan bo'laman. Sababi har doim biz manda bor, sanda bor degan so'zlardan foydalanamiz va bir-birimizga bormi deya ishlatamiz. Misol uchun dars paytida ishlatdingiz, ruchkang bormi? Ruchkam qolib ketibdi, menda ruchka yo'q degan gaplarni ishlatmoqchi bo'lsangiz agar, bemalol mana shu 3 ta shakldan foydalanib turib gaplar tuzsangiz bo'ladi. Mana shugina mavzu edi bugungi mavzuchamiz. O'ylaymanki, qisqa va lo'nda bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, qaysidir joyga tushunmagan bo'lsangiz agar, bemalol so'rab qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha